Korxonaga buxgalter nima uchun kerak? Aynan buxgalter emas, malakali buxgalter nima uchun kerak deb savol bersak to'g'ri bo'ladi. Malakali buxgalter korxonani soliq imtiyozlariga yo'naltiradi. Ya'ni masalan siz yiliga 1 milliard soliq to'layotgan bo'lsangiz, buxgalter nima qiladi? Bu narsani optimizatsiya qilib, soliq kodeksida ko'rsatilgan moddalardan to'g'ri foydalanib, sizni solig'ingiz summasini kamaytirib berish kerak bo'ladi. Masalan 1 milliard emas, 800 million so'm yiliga soliq to'laysiz. Ya'ni bu yerdagi 200 million so'm buxgalter sizga likota qilib beradi. Yoki bo'lmasam, soliqdan keladigan to'satdan bo'ladigan tekshiruvlarimizni yoki soliq jarimalariga tushmaslik uchun korxonani to'g'ri yo'l boshchisi bu buxgalter hisoblanadi. Buxgalter bu yo'l boshchi etib o'tganimdek, korxonangizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Masalan, har bitta sotgan tovaringga kassa apparati chekini chiqarib qo'y. Sotgan tovaringga shot faktura ber. Shot fakturalarini, nomenklaturalarni to'g'ri qabul qil. Ya'ni yo'l ko'rsatuvchi. Buxgalter hammaga to'g'ri yo'lni, ya'ni korxona rahbariga, ichki tekshiruvlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan bo'lsa, korxona xotirjam bo'ladi. Jarimalasiz o'zini faoliyatini yuritadi. Undan tashqari, soliq kodeksida qo'llanadigan juda ham ko'p optimizatsiyalardan mutlaqo foydali tartibda foydalanib ketadi. Endi buxgalterning korxonadagi asosiy vazifalari korxonani aytib o'tgandek jarimalarsiz yuritish, soliqni optimizatsiya qilish va undan tashqari buxgalter uchotini bizning o'zimizning O'zbekiston Respublikasida tasdiqlangan BXMS, ya'ni buxgalter hisobining milliy standartlariga asosan to'g'ri tartibda yuritishi kerak bo'ladi.